Assalomu alaykum aziz va qadrli bo'lgan qadrdonlarim. Bugun qalblarga nur, ko'ngillarga quvonch olib keladigan muborak kun Ramazon hayit ayyomi yetib keldi. Shu ulug' va muqaddas ayyom hammangizga xayrli va barakotli, ibodatli bo'lsin. Bir oy davomida sabr bilan tutgan ro'zalarimiz, qilgan ibodatlarimiz, ko'z yosh bilan aytilgan duolarimiz bugun hayit quvonchiga ulanmoqda. Bu kun mehr, muhabbat yanada kuchayadigan, qalblar bir-biriga yaqinlashadigan, insonlar bir-birini kechirib, yaxshilik tilaydigan eng go'zal kunlardan biridir. Azizlarim, Allohim tutgan ro'zalarimizni qabul qilsin, qilgan barcha ezgu niyatlarimizni ijobat etsin, xonadonlaringizdan fayz va baraka arimasin. Dasturxonlaringiz doimo to'kin, qalblaringiz esa mehrga to'la bo'lsin. Har bir uyingizdan kulgu ovozi, farzandlaringizni baxtli tovushlari hech qachon uzilmasin. Ota-onalarimiz sog' bo'lsinlar. Yaqinlarimiz doimo yonimizda bo'lsin. Bugungi muborak kunda ilohim yurtimiz tinch, xalqimiz omon bo'lsin. Har bir xonadonga baxt va farovonlik nasib etsin. Keling bugun bir-birimizga faqat yaxshilik tilaylik, qalblarimizni mehr bilan to'ldiraylik. Chunki hayit bu faqat bayram emas, bu qalblarni poklaydigan, insonni inson bilan yaqinlashtiradigan muqaddas kundir. Yana bir bora barchangizni ushbu ulug' ayyom bilan muborakbod etamiz. Allohim barchamizni kelgusi hayitlarga ham sog' salomat, shirin baxtlar ila yetkazsin. Ramazon hayit ayyomingiz muborak bo'lsin.